Assalomu alaykum qadrdonlarim. Anjumanani 2000 taga yetkazib, rekord yangilaymiz deb qatl qilganmiz. Shu challenge boshlaganmiz. Hop, 7-mart kuni 56 ta anjuman qilganmiz. Kecha 8-mart bir kunga organizmga dam berdik. Bugun 9-mart. Bugungi Xudo xolis inshaalloh 60 ta o'tishga harakat qilamiz. Hop, sanashda nafas olish ritmi buzilgani uchun jiyanim sanab turadi, men anjuman qilaman. Sanagandan keyin qo'shimcha shugani qo'shib, Xudo xolisa hammasini udar qilib yozamiz, davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hop. Sanasana. Ketdi. 1, 2, 3, Qattiqroq. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Qo'shamiz, yettirsa kelsa qo'shamiz. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 numaramizni bajardik. Endi qo'shimchamizni qo'shamiz. Tizlar bilan yordamida. Hop, 58 tepasini. Yo'q, 57 deb. Yetdi. 57, 58, 59, 60, 61, Qo'shamiz. 62, Qo'shdik. Hop, 7-mart 56 ta bo'lgan. Undan 50 tasini toza o'zimiz limitni bajarib, 6 tasini tizlar yordamida qo'shamiz bugun. 56 ta toza bo'ldimi? Hop, yana 6 tasini tizlar yordamida qo'shdik. Chestasi bilan praktik yozib ko'rsatib olamiz. Hop, bugun 9-mart. 9-mart. 62 ta. 62 ta. Allohga shukr. Hop, mana qadrdonlar. 9-martga faktiski 62 ta. 56 tasini toza gavda qo'l mushakil yordamida qildik. 56 tasini toza bo'ldi. 6 tasi tizlar yordamida qo'shimcha qo'shdik. Inshaalloh ertaga Xudo xolisa 62 tani toza, keyin qo'shimchasini tizlar yordamida qo'shamiz. Bosamiz, go.